odamlar olib keta boshlagan. Bir ulug' insonni deydi bilgani buyuk muhaddis qabr tuprog'i dardmanlarga shifo bo'lyapti degan so'z tarqaydi. Tez orada qabr ochilish joyiga keladi. Qabrda tuproq qolmaydi. Yon atrof mutasaddilar qabrda tuproq bilan yopib, yog'ochlar bilan o'rab, Imom Buxoriyning qabri 10-asrlardan ziyorat qilib boshlandi. Mana yana 2 daqiqa e'tibor beraylik. Az mehmonlar hozir shu qabrni ko'rib o'tamiz. Hammamiz Xudo xolasa, men u yerda ham tushuncha berib o'taman. Ozgina toshlarni, qabrlar to'g'risida e'tibor bering. Mana shu hovli Sovet ittifoqi davriga kelib omborxonaga aylandi. O'zi aslida bir qabriston bo'lgan 9-asrda. 16-asr yarmida Buxoro xon Abdulloh masjid qurdi, qabrlar o'tkazildi va ziyoratgoh Sovet ittifoqi davrida obunasi saqlanadigan joy bo'lib qoldi. Yontog'zor ko'chalar chang. 1956-yillar Indoneziyaning prezidenti Sukarno Moskvaga davlat ishi bilan borib, Moskvada Imom Buxoriyning qabrini ziyorat qilishlikni, so'ngra davlat ishini boshlashligini aytadi. Imom Buxoriy endi o'zi kim? Qabri qayerda hech kim bilmaydi. Topinglar deydi, O'zbekiston Buxoriy degan uchun Buxoroni izlaydi, topa olmaydi. Necha kun deganda mana shu yerdan topib qarasa, butun xarobalik. Mehmonni olib kelmaslik uchun ruslar yerda Lenin mavzoleyn taklif qilganda, Sukarno aytadi, men piyoda bo'lsa ham boraman. Olib keladi poyezdda, majbur. 3,5 kun berlarni tozalab, azar 4-kuni kechasiga to'g'rilib olib kelgan. Indoneziya prezidenti yalangoyoq kelgan. Hovliga kelganda emaklab keladi. Qabr yoniga joynamoz to'shatadi, yig'lab Qur'onni o'qiydi. Traktor svet bilan yoqib turilgan to'k bo'lmagan o'qiydi. Qarang, tong otguncha qabr yonida yig'lab Qur'onni o'qiydi. Tong otib, xaroba joydaligini ko'rib yig'laydi musulmonlar. Shunday buyuk muhaddisning qabri abadiy qo'nim topgan joylari shu yermidi? Beringlar, men olib ketayin. Qancha kilogramm qabr tuprog'i bilan olsam, agar tuproq tonna bo'lsa, vatanim hisobidan men sizlarga tonna tilla beraman deganda, O'rta Osiyo muftiysi Toshkentlik Ziyovuddinxon Boboxonov shu yerda bo'lgan. Aytadi, agar siz olib ketaman desangiz biz yo'q deya olmaymiz. Lekin avlodlar so'raydi. Biz nima deb javob qilamiz deb qabrda saqlab qoldi. Mana o'shandan so'ng mana buni yonida bir 250 kishilik namozxona bor. Endi uni guvohi bo'ldik. Ko'zimiz bilan ko'rdik. U 1998-yili bu yerda namozxona buzildi. Darrov o'sha yili 8-oyda Chinorning yonidan 1200 kishilik namozxona qurildi. Ular hammasi buzilib ketdi. Mana mehmonlar 5 yil ichida 10,000 kishilik namozxona, arkasida 27 ta mehmonxona, 4 ta tarovatxona, 4 ta minora. Minoralar 75 metr, maqbara 27 metr, namozxona 41 metr. Hammasi bo'lib 63 gektar joy deganlar. Mana bu toshlar, oq rangdagi toshlar Gretsiya. Hozir qabrga tushamiz, u yerda Turkiyaning toshlari bor. Ular deb aytamiz, 174 ta ustum Hindiston toshlari. Qarang, kelgan mehmonlar bizdan so'raydi, bu chunormi deydi-da. Yog'ochga o'xshaydi, bular tosh. Azar tepadagi ramziy Imom Buxoriyning qabri pastda. Bugun siz hadislar ilmining sultoni bo'lgan Imom Buxoriy hazratlarini ziyorat qilib tursiz. Bu kishining hadisida keladi. Qola Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ad-duoul muxlibada, ibodatni eng shirin joyi bu duolarimiz ekan. Amin. Duo qilib qo'yaylik. Telefonlarni to'xtatsak